Ay bu shu darajada ham tangisi bo'lasizmi? Dishga shoshilmaylar. Nima qilay endi, o'zimni sevaman-da. Har xil ovqatli qilib o'tirgandan ko'ra tayyorlarni zakaz qilib qo'yganim yaxshi deb o'ylayman. Hozir uchishni bilaman. Agar meni qaynonalar ko'rayotgan bo'lsa, ha befarosat ovqat qilsak o'laysanmi deyotgandirsilar. Ha endi yosh bolasi bor, kelinligi ham oson emas. Ayniqsa menga o'xshab homilador bo'lsa вообще qiyin. Shu sababli kechki ujin tayyorlashni atmen qilib, tayyorgina Apex Pizzadan special combo 3 tali pizzadan zakaz qildim. Oldinlari 219 ming so'm bo'lgan bu combo endigina atiga 125 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu special komboni ichiga kiradigan pizzalar julienne, pepperoni va kebab. Buni filiallarga borib ham albatta zakaz qilib yesangiz bo'ladi. Ujinga ovqat qilishga qilmadim. Endi buni dastavkasi qanchada keladi? Menimcha 1 soat 40 minutlarda bo'lsa kerak deyotganlar uchun. Atiga 25 daqiqadan 30 daqiqagacha tezgina, issiqqina va svejiy qilib yetkazib berishadi. Ha, aytgancha kelinlar, bu komboni yoniga albatta cheri shirinligi bilan kirilishgan ham zakaz qilib va qaynanajoningiz bilan albatta bitta yeb ko'ringlar. Keyingi safar ujinni siz emas, qaynanajoningiz o'zlari atmen qiladilar. Va keyingi safar Apex Pizzadan faqatgina ular narsa zakaz qiladilar. Bahonada bo'lsa sizlar ham maza qilib olasizlar. Xo'sh, bugun sizlar ujinga nima zakaz qilasizlar? Uyda ovqat qilasizlarmi yoki Apex Pizzadan narsami? Tezda izohlarda yozib qoldiringlar.